Rossiyadan alangali salom. Qay yurtlarda bo'ldingiz? Qanchadan pul topdingiz? Dada, mana ukam bilan $4000 yig'dik. Shunga bitta yangi mashina olmoqchimiz. Katta akalaringga mashina olamiz. Ril ishlab topgan pulimizga akamni o'qitdingiz. Keyin ishlab topgan pulimizga akamni uylantirdingiz. Undan keyin ishlab topgan pulimizga akamga uy oldingiz. Yana akamga mashina olib beramiz deyapsiz. To'ng'ich o'g'il degani bersang yeyman, ursang o'laman degan. Katta akamni qachongacha siz boqmoqchisiz, dada? 40 yoshigacha men boqar ekanman uni. Keyinchi? 40 yoshidan keyin o'g'lim boqadi deyapti. Hamma o'rtancha o'g'li shunaqa qiynaladimi? Katta o'g'il zo'r bo'lib ketdi. Kichkina uy qoladi, o'rtada nima qoladi? Nolima. O'tgan yilgi daromadga mana uyni remont qildik-ku. Ya, bu uyni remont qilganingiz bilan, bu qanday qoladi-ku? Men nima qilib, menga nima foyda? Hamma foydani sen ko'rding. Qiyinchilikka qarshi chidashni o'rganding. Men nimaga erishdim? Hech bo'lsa dada uylantirib qo'ying meni. Ko'z ostingga olib qo'yganing bormi? Bor. Ko'cha boshidagi Sattor akam qizlari, iboli, hammasini bilan zo'r qiz. U qizni ukangga olib beramiz. Nimaga menchi? Sen unga uylansang, olasan, uydan olib chiqib ketasan. Zo'r kelin menga ham kerak.